Halakat. Oyi, yaxshi keldingizmi? Oyog'imni tagidayam o'rlashasanmi? Shuni to'g'rilab qo'ysa bo'lmaydimi? Oyijon, namuncha erta qaytdingiz? Erta tugadimi gapingiz? Kelin, siz blogerlik nimaligini bilasizmi? Shu o'zlarini hayotini reklama qilishadi. Shuni orqasidan ko'p pul topishadi. Shunaqa odamlar bloger oyijon. Pul ishlashadi deng. Ha, videolarda nimalarni ko'rsatishadi? Hamma narsa, qaynona kelin muammosi, oilaviy tadbirlar tashkillashtirish, ovqatlar pishirish. Shunga o'xshash turli narsalar, turlari ko'p-da, oyijon. Ha. Nima? Tinchlikmi o'zi? Nima qiziqyapsiz blogerlikka? Supur bo'ldingizmi? Yo'q hali. Menga savol bermasdan tez-tez supuring. Salom ham bermadingiz. Ko'rishaylik. Assalomu alaykum Yaxshimisiz? Qani bo'la qoling. Chaqon-chaqon bo'ling. Salom esingizdan chiqmasin-a? Oyijonga salom berish kerak edi. Xo'p, bo'ladi. Blogerlikni o'rganguncha mehmonga borganda uzoq o'tirishni bilsangiz-da. Bir dam olaman desam darrov yugurib ketdi. Voy. Ana. Onasi keldingmi? Bo'pti, men choyxonaga ketyapman. Ha. Men choyxonada ko'p qolib ketishim mumkin. Telefon qilma. Tushundingmi? Telefon qilganing bilan javob bermayman. Ha, xo'p. $100 oldim. Yeb ichishimga yetar, a? Nima deysan? Ha, yetadi. Abba. 100 ming yetadi deb urush qiladigan xotinimmi shu? Menimcha meni eshitmayapti. Bugun kelmasligim ham mumkin. Xavotirlanma. O'lim yetib qolmayman, chunki boradigan joyim aniq. Telefonlashib qo'ydim. Kelavering deb aytdi. Mayli. So'ramasang ham aytay. Bugun kundoshingnikida qolaman. Ha? Nima? Qanaqa kundosh? Meni kundoshim bormi hali? Menga aytmasam ulargasiz, a? Meni bos qol. Senga gapiryapman. Voy yuragim. Xotin. Hozir shoshmay turing. Alo, Vali, tez yetib kel. Poching meni ustimga xotin olibdi. Hazillashdim. Bunaqa tez kel. Baraka topgur, hazillashdim. Ha? Men ham hazillashdim, dadasi. Bemalol borib bo'ling. Ha, faqat sizga 200 ming beraman hozir. Mana, ana $100 joyiga qo'ying. Shuni qo'yaymi? Shuni o'zi ham yetadi. Yashang dadasi. O'zingizni ovsarlikka solsangiz, qolganini o'rtoqlaringiz berishadi. Pulni senga ishonib bekor qildim-da. Shunaqa qiling. Bo'pti, mayli, kamroq yeyman. Kelishimga ovqat qilib qo'y, xo'p? Ha, bo'pti. Bo'pti. Yaxshi o'tir. Mayli, yaxshi boring. Sho'rva qilib qo'yaymi? Ha. Baribir osh yeb kelar ekansiz-ku. Ha, mayli. Ana. Ana, shunaqa yaxshi blogerlar ham bor-da. Men ham o'rganib olishim kerak. Voy. Kelin. Hoy kelin. Labi oyijon. Hoy keling bu yoqqa. Keling o'tiring. Ha, bir muhim ish chiqib qoldi-da. Oyijon, men shunday kirlarimni kir mashinaga o'tiring. Keyin qilasiz. Xullas kelin, menga Instagramga video qo'yishni o'rgatasiz. Nima qilasiz? O'zim bilaman, o'rgatasizmi yo'qmi? Menga bo'lmasam biron bir videoni ko'rsating, Instagramga yuklashni o'rgataman sizga. Ha, qarang, ikkalamiz video olamiz.
Men videoga olib turaman. Siz gaplarimni eshitib hammasini takrorlab turasiz. Assalomu alaykum, meni shirin shakar oyijonim. Oyijonimnikidan keldim. Yaxshiyam borsiz. Onajonim seni har 2-3 kunda ota uyingga yuborib turadigan oyijoningga rahmat aytib qo'y dedilar deysiz, xo'pmi? Oyijonimga bormaganimga 1 oy bo'ldi-ku. Ha, 1 oy bo'ldimi? Hay, kelin, hozir 1 oy 2 kunda o'tib ketadi-ku. Siz aytganlarimni aytib, darvozadan kirib kelasiz, a? Voy, gul kerak edi-da. Gul bo'lsa, juda chiroyli chiqardi-da. Ko'rganlar qudasini juda ham yaxshi ko'rar ekanda deb o'ylashardi. O'zi oyiz rostdan yaxshi ko'radilarmi? Yo, shunaqa rol o'ynaydilarmi? Bechora rol o'ynaydi-da. Yomonsa sochini bittama-bitta yulardingiz. Nima dedingiz? Sizni chin dildan yaxshi ko'radilar deyapman. Qalblarini qo'ridasiz oyijon. Zo'r. Ana shu gaplarni ham gapirasiz. Men Dildorani chaqiraman. Bizni videoga oladi, xo'pmi? Xijolat bo'lmang. Hamma mana shu gaplarni esingizdan chiqarmasdan aytasiz. Yuring, hovlida olamiz. Bo'la qoling. Xo'p. Dildorim! Dildor! Ana hozir shuni montaj qilsam bo'ldi. Eshikni ochmaysan, ha? Qulog'ing karmi deyman. Ya, dadajonisi. Voy, to'xtang. Ha. Shu joyini. Haligi, hozir qani? Bir jup bo'lsin. Nima bir jup? Yaxshi ham jonli efirda emasiz-ey. Shuni ham bilmaysiz, odamni sharmanda qilib o'ldirasiz. Haligi men haqimda aytgan qo'shig'ingiz bor-ku? Qachon men senga qo'shiq aytganman? Shunaringizda ham aytib berasiz-ku. Sen malika, men g'ulom degan qo'shiqni ayting. Bu ashulani G'ulom aka aytgan. Men aytganim yo'q-ku, qiziqmisan? Voy, bo'la qoling. Bo'pti, she'r qilib aytsam bo'ladimi? Ha, mayli. Diloram. Sen malika, men g'ulom. Diloram. Sen malika, men g'ulom. Bo'ldimi? Voy, Diloram. O'lgan Diloram haqida demayapman. Kulib turibman-ku oldingizda. Voy, tavba qildim men. Ayting, boshqatdan. Bo'la qoling, boshqatdan. Qadrdonlarim. Xo'p. Diloram. Sen malika. Nima qilyapsiz? Diloram. Dadajon bilan oyijon nima qilishyapti? Ha, oyijonimni podpischiklari har kuni qo'shiq so'rashadi, she'r so'rashadi. Nima endi oyijon bloger bo'ldilarmi? Kim podpiska bosadi oyijonga? Esiz bosilgan podpiskalar. Nima? Yo'q, voy yaxshi iste'dodlari bor ekan. Deyapman. Ha. Nima g'alati eshitasiz? Voy. Sizga ham sezildimi? Nima? Men yoshligimdan shunaqa g'alati eshitaman. Shu sabab qari qiz bo'lib qoldim. Hamma oldimda oyimni yomonlaydi. Oyimga kelib aytsam, seni kasaling yana boshlandimi deydilar. Qiyin-da sizga ham opa. Yaxshisi siz bloger bo'lsangiz bo'lmaydimi? Menmi? Siz? Zo'r internetda baxtingiz ochilib ketsa yaxshi-yu. Rosa yaxshi fikr, zo'r bo'lar-da. Ha, oyim o'rgatarmikinlar? O'zingiz o'rgating undan ko'ra. Voy opajon, o'zimni asal, o'zimni novot opajonim. Tayyor ustoz bor-ku, qarang eshiting yana. Men bor degan qo'y. Muxlislar, mana eshitdinglar. Mayli, meni tinglovchilarim. Meni asallarim. Turmush o'rtog'im men uchun aytilgan qo'shiqlarni eshitdinglarmi? She'r qilib o'qib berdilar. Mana shunaqa. Qadrdonlarim. Aktiv bo'lamiz. Unda men so'rab ko'raman. Boring opajon, so'ring. Qaynonam g'alatimi desam, qizi ham g'alati ekan. To'g'rida, qiz onasiga o'xshaydi-yu. Nima haqida gaplashayotgan ekan? Qayerda musiqa qo'ysam ekan-a? Bu yerda bo'lsa kerak. Oyi.
Ha? O'g'ri mushukka o'xshab qarab o'tiribsan. Nima gaping bor? Oyi, menga ham blogerlikni o'rgating. Bu oson ish emas, qizim. Bunga o'rganish kerak, o'qish kerak. Dissertatsiya yoqlash kerak. Sen oson deb o'ylama. Blogerlik marda maydon bolam. Oyi, o'zingiz ham o'qimagansiz-ku. Qayerdan dissertatsiya yoqlaysiz? Dadangni maktabida mana 25 yildan beri o'qiyman. Senga osonmi yer maktabida o'qish? Bir kami olima bo'lishim kerak edi aslida. Shunda o'rgatmaysizmi menga, oyi? Nimani? Blogerlikni? Kelishvasiz, qizim. Musiqa maktabiga qatnayapman deb dadangdan pul olasan. Menga berasan. O'zimga yangi telefon olishim kerak. Bu telefonning xotirasi kichiklik qilyapti. Keyin o'rgatasizmi, oyi? O'rgataman. Senga o'rgatmay, ana bu besunaqa kelin o'rgatarmidim? Oyijon. Hoy. Ha, keling. Kim besonaqay? Voy, gap o'ylab turganmidingiz? Bu safar shu haqida video tayyorlasam bo'lar ekan. Yo'q. Seningiz haqida gapirayotgandim. Oyijon, men besunaqa emasman-ku. Erga tegmagan qizlarni besunaqa deydi, qizim. Keling, boring. Telefoningizni olib keling-da siz. Nega? Ish bor. Bo'ling, bora qoling. Bo'la qoling. Xo'p, bo'ladi. Oyi, hali men besunaqaymanmi? Ana uni aytdim. Ishing tagida o'g'ri mushukdek gap o'ylab turganini qara. Pismiq. Yur tashqariga chiqaylik. Nimaga? Ish bor, bo'la qol tez. Yur. Voy. Qovog'ingdan qor yog'yotibdi. Yana nima bo'ldi? Oyijon, meni besonaqay dedi. Nima? Qarang. Besonaqaymanmi? Unaqa emas-ku. Ish. Yo'q jonim. Hech ham besunaqa emassan. Besunaqa emasman. To'nkasan. Bo'ldi jonim, bo'ldi. Hammasi joyida. Hazillashdim. Bo'ldi, telefonim qani, bering, ketaman. To'nkasan desam ishonmaysan. Ana telefoning turibdi-yu. Nimaga mendan so'raysan? Oyijon, telefon so'rayaptilar mendan. Bilmasam meni telefonimda ham video olsalar kerak. Ha, yana eringiz telefonni olib chiqing desalar shartda kelib olib ketib qolmang, yana tushundingmi? O'g'lingiz ishlayaptilar. Telefonda pulli ish qilyaptilar degan. Hop. Hop. To'nkacham. Yo'q, o'zi. To'nkami yo to'nka emasmi? Voy, o'yin boshlanib ketibdi-yu. Namcha qolib ketdingiz, kelin. Mana oyijon. Nima qilmoqchisiz o'zi? Hozir bir video olamiz. Siz boyagi gaplarni qanaqa poyladingiz? Qaysi gap? Poyladingiz-ku bundoq qilib. Poylab turuvdingiz-ku bizni gapimizni. Shunaqa poyladingiz-a? Shunaqa poyladim. Ha, endi qarang. Siz o'shanday poylaganday qilib, mana bu yerda turasiz. Sen Dildora, mana bu tepada meni o'rnimda turasan. Men orqadan video olaman. Oyijon, meni oyim yomon ko'radilar, unaqa ishni qilmay qo'ya qolay. Gap poylaguncha buni yomonligini bilsangiz bo'lardi-ku. Esingizga tushmadi-yu o'sha payt. Qani bo'la qoling. Men aytgan joyimda turing. Bo'ling. Shu yergami? Ha, mana shu tomonda. Qani, sen tepaga chiq. Oyi, siz dumborosiz. Men ozg'in bo'lsam, hech kim ishonmaydi bunga.
Menga nima? Ishonsa ishonsin. Ishonmasa katta ko'cha. Men kelinni gap olashini ko'rsatmoqchiman. Shuni ko'rsatishim kerak. Bo'la qol. Tayyormisiz kelin? Ha, Bo'l tur. Telefonda gaplashib tur kim bilandir. Ha, o'giril. Telefonda dugonang bilan gaplashib tur. Mana, ko'ringlar odamlar, o'rtoq. ibrat olinglar. yaxshimi? Kelinlar gap boylayapti. Ishlaring Men ham bir yaxshimi? tomondan to'g'ri ish qilyapman. Bo'ldimi, Qaynonlarni oyi? yomonlashadi-yu, kelinlarning ahvolini ko'ringlar. Ha, men ham yaxshiman. Bugungi kun kelinlarni qiziqishlarini qaranglar. Ular qanday istaklar bilan yashayapti mana. Mana shunaqa makkor kelinning dastidan dod. Biron kun borarmiz. Oyjon, makkor emasman-ku. Ha, ular ham shunday degan, ha. Mana, qaynona ketdi. Ketdi, kirib ket. Hop. Kir. Kelinni shuncha poyloqchilik qilganidan hech foyda bo'lmadi. Qaynona telefonini gaplashib kirib ketdi. Oyi, Ana. bo'ldimi? Bor yo'q shumidi? Ha. Men buni ishlayman, kelin. Dadajoningiz hali kelsalar montaj qilib beradilar. Ketaversam bo'ladimi endi? Ha, bo'ladi. Ha, sizga kommentlarni ertaga o'qib beraman, xo'p? O. Oyjon, Ha. Hay, kelinning rangini oqarib ketganini ko'rdingmi? nimaga unaqa qildingiz? Bechora xafa bo'ladi endi. Oyi, videoni chiqarib yuborasizmi rostdan ham? Hey, ha yo'q, o'z kelinimning videosini chiqarmayman. Hazillashdim. Nima qilar ekan deb hazillashdim-da. Voy, to'xta. Bitta zo'r g'oya keldi. Mana shu gulni voyaga yetkazish xuddi bir bolani katta qilgandek gap. Mana qaranglar. Mana. Buni nihonlikdan parvarish qilishni boshladim. Va alaykum assalom. Mana, o'sganini qaranglar. Ulg'aydi. Nima qilyapti bu? Video olyaptilar. Uyimizga toza havo bera boshladi. Gullarni parvarish qilsak, albatta ular o'z yaxshiligini ko'rsatadi. Hayot ham, insonlar ham xuddi gulga o'xshaydi. Bechora guli tili Qo'y. bo'lsa-ki gapirsa. Kecha meni gul to'gondan sotib olding deb. Voy, dadasi, qachon keldingiz? Shunaqa. Yolg'on gapiraverib, qachon ketganimni ham, qachon kelganimni ham bilmay qolyapsan. Voy, xuddi kimdir rost gapirgandek meni urishasiz. Hamma yolg'onchi-ku. Buni men parvarish qilganimni kimdir ko'rib o'tiribdimi? Yig'ishtir endi. Onasi, haligi bo'ladigan ish qilgin. Odamzod qaraganda ahmoq bo'lsa ham qiyin ekan. Ayrim odamlar 21-asrda yashab, xuddi 20-asrda yashayotgandek tutsa ham qiyin ekan. Dada, oyi, qaysi biringlar haqsizlar o'zi? Onangga quloq solma qizim. Agar aqli bo'lganda, telefondan boshini ko'tarib, seni yoshing katta bo'layotganini, to'y qilishimiz kerakligini bilib olarmidi? Ha, dadangga quloq solma qizim. Chinorni yoshini yashasang ham qalb muhim ekan. Qalbni yoshi muhim. Qalbing yosh, bu qalbdan faxrlan. Bore qalbdish, chala bloger. Kimga gapirdim? E'tibor berma qizim. Hali bu videoni joylashtirsam, ko'p prosmotrlar olamiz. Qani yur ketdik. Sevinch, labbay, opajon. Oyim sizni chaqirayotgandilar. Faqat ozgina kayfiyatlari yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Podpischiklari yozgan ekan. Qomatingizni to'g'irlang. Ozishingiz kerak deb. Shunga oyimni hozir jahllari chiqyapti. O'zi oyim bloger bo'lib, mashhur bo'lib, chet ellarga sayohatga bormoqchi edilar. Oyijon, unda ozishlari kerak. Ozsalar qomatlari ham chiroyli bo'ladi. Chiroyli Blogerlarni podpischiga ko'p bo'ladi, bilasizmi? To'g'ri. Siz ozdiruvchi mashqlarni bilasizmi?
Bilaman. Oyim o'zi ko'rgan ekan, ertalab turib mashqlarni bajarayotganingizni. Shunga o'rgatasizmi? Xo'p, yuring. Ketdikmi? Mana bunaqa mashq qilamiz. Aha. Qo'lingizni iloji boricha orqaroq torting. Keyin chapga. Shunaqami? Og'riyaptimi? Yo'q. Charchamadim. Ha, davom etaylik. Endi bo'yin qismiga mashq qilamiz. Bo'yningiz ossa, yanada ozg'inroq ko'rinasiz. Ha, shundan gapiringda, shuni o'rgating. Ha. Mana shunaqa qilamiz. Ha. Yelkalarni ko'tarmaymiz. Voy, boshim aylanib ketyapti. Osmon aylanayaptimi? Nima bo'ldi? Boshingiz aylandimi? Ko'zimni yumib qilsam-chi? Bo'ladi, ko'zingizni yumib ham qilavering. Ha, mana bo'ldi. Voy. Voy. Birorta mulla gaplashaymi, o'qib qo'ysinmi? Ahvolingni qara. Yo'lingizdan qolmang, boring, xalaqit beryapsiz. Kelin, nima qilib qo'ydingiz buni? Mashq bu dadajon, sog'liqqa yaxshi-da. Tavba qildim. Voy, xalaqit bermang. Oxiri baxayr bo'lsin ishqilib. Voy, shundoq shashtimi o'ldirishadi. Voy, yuring, xonamizda mashq qilamiz. Yuring. Dadingiz ketdimi? Ha. Voy, o'lmasam-ey. Yaxshigina ozibmanmi? Odam bir kunda ham ozar ekanda. Zo'rsan, Diloram. Zo'rsan. Ana endi navbatdagi videoni boshlasam ham bo'ladi. Uy, tabassumim muncharam chiroyli. Ha, endi obunachilarimga ozish sirlarini o'rgataman. Hurmatli qadrdonlar. Men sizlarning tanqidlaringiz sabab ozdim. Biram chiroylimanki, o'zimni o'zim sevib qoldim. Menimcha bu sizlarga ham sezilyapti, ha? Ha, men bugun sizlar bilan ozish sirlarini bo'lishaman. Xullas, ayrim mashqlar bor. Ha, ular tanalarni elastigini oshiradi. Ha, bo'yin mashqi, mana bu baqbaqalarni ketqizish, keyin gugurt terish mashqi. Mana shu mashqlar sizlar uchun foydali bo'ladi. Bir kunda ozasizlar. Agar ishonmasangizlar, mana men sizlarga o'rgataman. Qadrdonlarim. Bye. Ana endi shuni joylayman. Ha, mayli, kelin poshsha, men ketdim. Oyijon. Ha, Ha, idishlarni ko'tarib nima qilib yuribsiz? sovchilar kelayotgandi-yu. Kutib olish kerak. Voy, sovchimi? Aynan shu vaqtda ham keladimi? Nimaga bugun keladi-ya? Nima qilibdi bugun kelsa? Ha, bugun muhim ishim bor edi-da, kelin. Ha, blogerlik uchun kursni gaplashib kelgandim. Ha, eringizni xabari bor, pul oluvdim. Bugun suhbatlashib sizga javobini aytamiz degandi. Bormasam bo'lmaydi. Voy, opajonga-ku sovchi. Ha, sovchi menga kelmaydi-ku. Kelin, nega shunaqa gaplarini gapiraverasiz, ha? Menga qarang, sovchilarni oyim hozir keladilar deb olib o'tiring. Men darrov kelaman. Oyijon, o'zingiz kutib olganingiz yaxshi edi-ku. Men nima, siz nima? Oyjonim hozir keladilar, yo'ldalar deb turing, men yetib kelaman. Shunga boshqa kuni borsangiz-chi. Meni yorqin kelajagimni bu uyda hech kim ko'ra olmaydi. Kelin zamonaviy desam, siz ham xonaklashib qoldingiz. Xo'p, tushundim. Boring, ishingizni qiling, tez-tez. Xo'p.
Mencha 21-asrda emas, 22-asrda tug'ilishim kerak ekan. Ey. Kelin. Kelin. Oyijon. Voy, o'tiring. Voy. Ay, qudalarni oldiga choy qildingizmi? Qildim. Dildora kirib chiqdimi? Faqat Nima faqat? og'izlarida saqishlari bilan kirdilar-da. Ha, shumi xolos? Bo'ldi, muammo emas. Qolganini o'zim gaplashaman. Ha, ko'rinishim tuzukmi, kelin? Tuzik, faqat Sizni faqat ishchi odamni midasiga tegadi. Nima faqat? ertalab o'g'lingiz mendan so'ragandilar. Keyin hammasini aytib berdim. Boplabsiz. Ha, men tezda sovchilarning oldiga kiray. Oyijon, faqat O'lsin shu faqat. Shuni kompyuteringizdan olib tashlang. faqat sovchilar ketib bo'ldi. Ketdi? Ha, aytmadingizmi, oyijon yo'ldalar, hozir kelib qoladilar deb. Birpas kutib turinglar demadingizmi? Aytdim, oyijon, hamma narsani aytdim. Faqat shoshib ketib qolishdi. Nima faqat? Faqat shu opajonni yoqtirishmadi shekilli. Voy, peshanim, ey. Boring, opajoningizni chaqiring. Kelsin. Faqat deb turaverasiz. Nima bo'ladi endi? Oyijon, sovchilarga yoqmadim. Ketishdi. Eshitdim. Kech bo'lmaganda og'zingdagi saqchini tashlab kirsang bo'lardi-ku. O'zi 2 yildan beri bir marta sovchi kelgandi. Esimdan chiqib qopti oyi, hayajonda. Endi bu ham ketib qoldi. Ajab bo'pti. Nuqul ko'shanib yurasan. Ha, bo'ldi. Endi blogerlikni o'rganasan. Zora o'sha yerdan senga yer topilib qolsa. Men bunaqa ish qila olmayman-ku oyi. Qilasan. Ertaga sen bilan borib kelamiz. Qani, yur. Tayyorgarlik ko'raylik. Oyi. Bo'la qol, oylama. Tur. Jahlimni chiqarma. Bo'lmasam kavshanib yuraverasan shunaqa. Xullas kelishdik opa. Hamma narsani to'g'riladinglarmi? Xo'p. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Keling. Yig'ilyapsizlar, tinchlikmi? Yo'q, hammasi yaxshi dada, xavotir olmang. O'zi oying ezvordi, bloger bo'lib. Obbo yana boshladi. Oyijon, Kimdir yomon kommentariya yozgan shekilli. nima bo'ldi oyijon? Tinchlik nima bo'ldi? Yana o'tir. O, bloger gapir. Oyijon, sizga nima bo'ldi? Buni qara o'g'lim. Nima deb yozishibdi? Qani? Nima deb yozibdi? O'qichi, o'qi. Yaxshilab o'qi. Cho'chqadek semirib yotibsiz. Voy. Yugursangiz bo'lmaydimi? Ossangiz bo'lmaydimi? Dada, bu ikkinchisi lekin yomon ekan. Nima debdi yana buni? O'qichi? Salkami buvim tengisiz, boboga choy damlasangiz bo'lmaydimi? Cholingizni yonida o'tirsangiz bo'lmaydimi? Boboy? Chol deyaptimi, boboy deyaptimi? Kimni aytyapti? Siz. Voy? Nima, meni boboy deyaptimi? Ko'rdingmi? Meni ham gap so'zga qoldirding, boboymish. Endi 10 gulimdan 1 gulim ochilgani yo'q hali. Oyijon, opajonni bir oyla kelin qilmoqchi, faqat Sizcha kim odamni faqat deb kuydirasiz? Nima faqat? Faqat siz blogernikni tashlasangiz keyin kelin qilamiz deyishdi. O'zi bir tuzukroq bloger bo'lgani yo'q-ku. Men ham bundan yaxshi video olaman. Blogermish-a? Dada, bu ishni siz davom ettirasizmi? Ha, endi senga qoluvdi ustimdan kulish. Kerak emas menga blogerlik. Ha, mayli. Blogerlikni tark etaman. Faqat Sen ketsang blogerlar nima bo'ladi endi? Ha? Yomon bo'ladi-ya? Ket, xotin, ket.
Ketaman, faqat blogerlik kursiga pul to'lab qo'ygandim. Shuni olsam keyin Qo'ng'iroq qil. Ha, So'ra. Oling. Ol pulingni. Blogerning eri bo'lish qiyin ekan. Ha, Siz mavjud bo'lmagan raqamni tezlaysiz. voy, telefonni o'chirib qo'yishibdi. Ey. Yaramaslar. Mavjud bo'lmagan raqam deyapti-ya. Ey. Moshenniklar. O'chiradi-da endi. Ey onasi, firibgarlarga sen duch kelib qolibsan-da. Bo'lar ish bo'ldi endi, bloger xonim. Oyijon, lekin Osiy sizdan zo'r bloger chiqadi. Obbo. ey, Bilaman. Ammo kelajagimni ko'risha olmadi. Faqat Nima faqat? mashq qilishdan charchadim. O'lsin o'sha firibgarlar ham. Bellarim ham qotib qoldi. Dardingni aytolmay yurgan ekansan-da. oyijon, dadajon. Sizlarga yaxshi bir yangiligimiz bor. Hozir Qo'rqitmay gapir. yo'q, o'zi endi tomon hammasi bo'ldi. yaxshi. Hozir, hammasi oyijon. yaxshi. Tezlash. Ha, aytgancha oyijon. Sizni kuzatuvchilaringiz mendan sizga xat yo'llashibdi. Hozir topib olay. Voy yaramaslar. Odam ustidan kulishgandir-da yana. Ana. Qani? Hurmatli Dilapa. Siz ozmasangiz-da biz sizni borligingizcha qabul qildik. Siz ajoyib odamsiz. Siz zo'r blogersiz. Hatto blogerlardan ham ortiqsiz. Chunki onasiz. Bizni onajonimizsiz. Sizni boringizcha yosh ko'ruvchi farzandlaringiz. Dada. Mana bu siz bilan oyimga. Oling. Gavay. Ish qilib qaytib kelamizmi bu yerdan? Boboy bilan kampir borar ekanmiz u yerlarga. Birgalikda kontent olasizlar. Endi bundoq gap bolalarim. Rahmat sizlarga. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Umringlardan baraka topinglar. Nima qilib o'tirimiz bo'lmasa? Gavay orollariga borishdan oldin Bir cholla oshidan yeylik. hop kampir. Mayli, o'zim oshib Qani beraman. yuringlar. Ketdik. Yuringlar. Ha. Men o'zim oshib Keling, beraman. sabzi to'g'raymi? Keling, sabzini to'g'rang. Xo'p bo'ladi. Qani, yuringlar. Qani o'ting. Bolaqo, ey. Bu blogerlikni sizga aytsam, havas qiladigan narsa emas ekan. Menimcha ham bu ishni oxirgacha eplay oladigan odam qilish kerak. Mana bir haftalik bloger bo'lib, faqat bema'ni gaplarni eshitdim. Birov rahmat degani yo'q. To'g'ri, sifatli videolar olaman. Yaxshi ham vaqtida qaytdim. Oyijon, kelyapsizmi? Ha, hozir.